Assalomu alaykum. Qadrli YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar, oramizda chorvador aka-ukalarimiz bormi, chorvadorchiga qiziqayotgan. Mana bugun menjigalarimiz Noxe Qabdiyon DX chirik setidaman, yana ki ko'p parpichiklarimiz so'ragan mol doktorda oldiga keldim. Mana ki Akmal mol doktorda oldiga keldim. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Salomatlik yaxshimi? Sizni ham ko'rayotgan kunlar bor ekan-ku. Ha, rahmat. Mana parpichiklarimiz, ko'p parpichiklarimiz so'radi. Akmal mol doktorda nomerini ber, Akmal mol doktorda nomerini ber, teshik toshdagi degan ko'klamizga. Mana bugun menjigalarimiz Akmal mol doktor. Buni o'zi shu yerda oldimda. Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, Aliqul akaning podpischiklari, chorvadorlar. Sizlarga 1 yil oldin biz video chiqargandik, sun'iy urug'lantirish to'g'risida va o'zi qilish apparat to'g'risida. Mana shu ishimiz hali ham davom etyapti. Hozir juda ko'p ko'payib ketgan. Hozir sizlarga shu buzoqchalarni, tug'ilayotganlarni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni o'tgan yili tug'ilgan buzoqchalarni ham ko'rsatamiz. Qanday kattaryapti, baho berasizlar. Hozir biz chirikka kelganmiz, 5 oy oldin bir sigirga urib qo'yganmiz, limuzin tug'ilgan. 5 oy oldin tug'ilgan, astag'firulloh. Keyin sizlarga sun'iy urug'lantirishning foydalari va zararlarini tushuntirib o'tamiz. Biz bilan qoling, ketdik. Sal oldinroq olib keling. Operatorni yaqinroq ko'rsating. Mana o'ylaysiz, 1 yashar deb o'ylaysiz-da. Lekin qadrli yurtdoshlar, o'zingiz ko'rib turibsizlar, 5 oylik buzov, mana o'zingiz ko'ryapsizlar. Yo'nalishini ko'ryapsizlarmi molda? Limuzin paroda qo'yilgan. Limuzin paroda qo'yilgan ekan. Sizlarning kasblaringiz nima vaqtda, doktor? Biz doktor, veterinariya doktor, ko'proq urug' qo'yamiz va o'zi qilamiz. Ko'proq shuni sohani rivojlantiryapmiz, odamlarning moli ham zotli bo'lib qolsin. Ko'proq foyda ko'rsa biz xursand bo'lamiz. Qo'yib ko'raymi? Bir qo'yib olib ko'rsating. Ne bering. Gavi, mana ko'ryapsizlar, yo'nalishi boshqacha. Mana. Ha, nima deysiz, doktor, bu? Ha, balandligi 1.25 ekan. Mashalloh, gap yo'q. Bu yenasi ham lekin zo'r ekanda, baquvvat ekan. Bu yoqdan keyin, bu yoqdan mana yemayotganini ko'rsat. Chorvador akalar, ukalar, bundan buyoq molingizdan isiribgarchilik chiqmaydi, qadrli yurtdoshlar. Hashaklik makani oldiga tashlasangiz, qadrli yurtdoshlar, mana bu narsani tashlasizlar, ko'pi yarim isiribgarchilikka chiqadi, to'g'rimi? Endi bundan buyoq isiribgarchilik chiqmaydi, qadrli yurtdoshlar. Mana shu Ali Temur Dravolkasini, qadrli yurtdoshlar, biz Darnoxay Nosir Xusrob Qizilketmon mahallasiga olib keldik. Onun tashqari mana hashaklik kippa, bida kippa, o'zingiz ko'ryapsiz, shuni tashlaymiz hozir. Ushoq somonda melka qilib, jigalarni chiroyli qilib chiqarib beradi. Qo'ylar uchun ayniqsa jigalarni qo'ylardan 1 gram bir cho'p isiribgarchilik chiqmaydi. Katta moldan bir cho'p isiribgarchilik chiqmaydi. O'zingiz ko'rib baho berasiz. 4 xil setkasi bo'ladi kompaniyaga, Ali Temur Dravolkasida. Keling. Qadrli yurtdoshlar, mana bu hashaklik uchun, hashaklik makkayi, sutaq makkaning poyasi jigalarimiz. Mana bu ikkovi don mahsulotlari uchun, don uchun bu ikkovi. Bunisi bilan bug'doyni kebab qilib olasiz, bunisi bilan makkani kebab qilib olasiz, qadrli yurtdoshlar. Makkaga sutama, donama farqi yo'q, tashlaysiz, bu yoqdan kebab qilib chiqarib beradi. Jigalarimiz mana bu bida keb uchun, tangachasi bida keb uchun bu. Mana orqa tomondan Ha. Orqasidan ham olmak. Bu tomondan ham. Ho'kicha ekan-a? Ha, bo'ladi, vakasyon nima qiling? Stop. Hozir videoni davom ettiramiz va hozir har bir qishloqda qarib tug'ilgan buzoqlar bor. Hozir qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Bolshevikdan, Teshtoshdan, Qizilfoq har joydan terib ko'rsatamiz. Hozir yana o'sha chirik setini o'zida biz boshqa joyga ketmoqchi edik. Bu yerga mana shu ho'kizlar rivojlantirgan ekan bu Akmal doktor. O'tgan yil tug'ilgan, urug' qo'yilgan. 1 yashar 2 oylik bo'pti, egasi aytishicha. Mana onasi, berloq keyin. Ha, narig'im onasi. Narig'i onasi, keyin hozir yana urug'dan tug'ilgan. Maydaroq buzoq tug'ilgan. O'lam urug'dan, ikkinchi patokda. Ha, biz mana ko'ryapsizlar, bu 1 yashar, ha? 1 yashardan o'tgan, 1 yashar 2 oylik bo'pti-kan. Xuddi 2 yashardan sanadayda sana, buni ko'ryapsizlar. Mana shu Akmal doktorga molga chiqib bersa, kimlarga qiziq bo'lsa, mana shunday mollarni rivojlantirish kerak bo'lsa, urug' qo'ymoqchi bo'lsalaringiz,
Bemalol marshga chiqinglar. Ekranda ko'rib turgan telefonim Akmal Moltutur nomeri. Yana biz hozir yana boshqa joyga boramiz. Binasini ko'rsatamizmi oltin? Ne bo'ladi? Bo'ladi, hozir yana davom etamiz. Ketdi bo'lmasa. Bu yerdan ketdi. Mana shu buqaning onasi mana shu mol. Mana keyingisi yana semental tuqqan. Aliqul aka, yoqdan kelgan. Turishini ko'ryapsizmi? Hozir ichi og'rib qolibdi, sal ichi o'tyapti, sal mazasi yo'q. Inshaalloh dori-pori qilamiz, yaxshi ketadi. Akalar, mana yana bitta buqamiz o'tgan yil tug'ilgan edi. Syomkada bor mana shu buqa. Hozir egasi yo'q ekan. Kelib ko'ryapmiz, mana o'zgarganlarini ko'rasizlar. Bu buqa biron gram yem yegani yo'q hali. Faqat o't, hashak bilan dalada yurgan buqa. Yaqinroq keling, mana oyoqlariga qarang, kallalariga, o'zgarishlariga qarang, normal o'zgaryapti. Hozir onasini ham ko'rsatamiz. Onasi yana bo'g'oz. Hozir syomkada ko'rasizlar. Bu necha yasharlik? Bu o'tgan yil tug'ilgan, o'tgan yil syomka qilganimizda bor edi. 1 yashar, 4 oylikmi, 1,5 yasharmi shuncha bor ekan. Ya mana shu buqaning onasi. Siz uzoqda ko'ryapsizlar. Mayli, bizda yana davom etamiz akalar. Mana akalar, o'tgan yil tug'ilgan buzoqchamiz 1 yashar bo'lgan ekan. Semental. Tomosha qilingizlar. Hali bu yem ham yegan yo'q. O'zlaringiz ko'ringizlar, ko'p gapirgandan shu ko'rgan ma'qul. Hozir iziga yana yenasi yana bitta tuqqan, hozir tuqqan ekan, ko'rsatamiz. G'unojincha tug'ibdi. Mana onasi akalar mana. Mana mesni mol. Biron zot poti yo'q akalar. Mana u tuqqan bolasi semental tug'ibdi yana g'unojin. Semental g'unojin tug'ibdi yana. No yenasi. Ha, bugun tug'ibdi. Qadam ham yaxshi-da mana. Mana 1 yashar oldingi bolasi. Mana bugun tug'ibdi. Mana orqasidan ham Buni Aljan aka, Aliqul aka bular sotiladi buqa. Kimga qiziq bo'lsa, biron nasl pasliga qo'yaman desa. Chirabugi Xolmurod nahra bu. Xayr hafta. Xo'p, doktor sizga telefon qiladi-da, Navoda aka. Ha, telefon qiladi agar kimga suyadigan naslga qo'yaman desa. Sal o'ynaydi. Jivoy vesi 370 kilo, 380 kilo. Taroziga tortgan buni. Ha, bu kattarki talab 1 yashar bo'ldi. Ha. Ha, ketdi. Assalomu alaykum. Yana bir bor akalar, uni Fozil akaning uyiga keldik. Sohab aka Beshtashdan. Mana sementali hozir 1 oylik bo'lgan. Yaqinda tuqqan. Hozir onasini ham ko'rsatamiz. Shuni ko'rib olinglar. Keyin buni o'tgan yil tuqqan akasi ham bor. Akasini ham so'mga qilamiz. Bo'ldimi bu semental? Mana limuzin bilan urug'dan tushgan, irg'ochcha tug'ilgan. Buni ham semental. Bular mesni mollar. Hozir onalarini ham ko'rsatamiz. Limuzin 5 oylikmi, 6 oylik, 5 oylik bo'lib qoldi-da bu. Emas. Endi ana sementalning bu yoqqa keyin emasini akasini ko'rsatamiz. Aliqul aka, bu katta narsa biz chiqara olmadik, egasi yo'q ekan, chuqurda turibdi. Agar chiqarsangiz bo'ylari ham, nimalari ham normalda. Qarib mana. Sal ixlos qilamiz ekan. Ketdik, onasini ko'rsatamiz. Mana u onasi yaqinda tuqqan, shu semental mayda ko'zlaringiz. Uning onasi va u alaning onasi o'tgan, alani tuqqan. Bular o'tgan u ala syomkada yo'q edi Aliqul aka. Syomkada kelmagan bu. Endi bu molni ko'rsataylik. Bu limuzinning onasi, hozir limuzinda buzoqchani ko'rsatdik. Bu limuzindan oldin o'tgan syomkada bir akasi bor edi. Semental buqa tug'ilgan edi. Bitta buqa bor edi. Uni sotib yubordi, hozir 20 mingga sotib ketdi, uni ko'rsatib olmaymiz hozir. Mana akalar, ukalar, biz faqat buqa syomka qilayotgandik. Mana bitta g'unojin ham syomka qilaylik dedik. Bu g'unojin 1 yashar 4 oylik yo 5 oylik bo'lib qolgan. 1 yashar 4 oyliklar bo'lgan. 1 yashar 1 oyligida biz urug' qo'yganmiz yana. Yana bo'g'oz bo'lgan.
joyliklar bo'g'oz qo'nojin tomosha qilishlaringiz mumkin. Hozir onasini ko'rsatamiz. Onasi ham bo'g'oz o'zi. Mana shu hozirgi qo'nojinning onasi. Hozir qornida yana bolasi bor, yana bo'g'oz. Qarangizlar, unday katta mol emas, oddiy prostoy mol, oddiy mol. Sizlarga urib qo'yib, qo'nojinni ko'ringizlar, o'zlaringiz baho berasizlar, qanday o'zgaryapti. Mana akalar, o'tgan yilga tug'ilgan buzoqchamiz. O'tgan yilgi buzoqchalarimiz. Bir yashardan o'tgan, o'tgan yil ham syomkada mana kelgan payt. Mayda qana endi tug'ilgan edi. Qarang qanday o'zgargan. Hozir bular bechoralar yashir bo'lib qoldi. Uchinchida ariqlab qoldi. Tomosha qilingizlar. Egasi aliqlar qani kirgizgani qo'ymadi bizga. Yana bir urug'ning xosiyati shundayki, mol qancha katta bo'lsa zo'r tug'adi, katta tug'adi. Mayda bo'lsa maydaroq tug'adi. Matkasi qancha bo'lsa shuncha ko'taradi. Mashalloh. Ular yana yashir bo'lib ariqlab qoldi. Mana ular yil tug'ilganlari, mana limuzin tug'ilgan. Ola Galishtin. Mashalloh mana. Limuzin o'zi 3-4 ko'p qoldi. O'zgarishi zo'r, qo'nojin. Aziz obunachilar, men sizlarga hozir искусственный осеменение, ya'ni sun'iy urug'lantirishning foydalari va zararlari to'g'risida gapirib o'taman, kamroq ma'lumot berib o'taman. Foydalari shuki aka, siz mesni mollardan ham yaxshi zotli buzoqchalarni olasiz va natijada tez o'zgaradi va sizning kissangizga tezroq foyda olib keladi. Va ikkinchi foydasi, siz buqa qarab yurmaysiz. Bir telefon qilasiz, borib qo'yib beramiz aka. Borib molni forterga ortib, buqaning oldiga olib borib, vaqtingiz ketmaydi. Vaqtingizni ekonom qilamiz. Molingizning zotini yaxshilab beramiz. Keyingi nimalari shuki, bu zotli tushgandan keyin sotishga ham udobli, narxi ham qimmat. Tug'ilgandan o'zi narxi 1 barobar, 2 barobar mesni buqalarga qaraganda qimmatroq ketadi. Keyin buning bir zarar tarafi shuki, sizning kamroq rasxod qilasiz. Puliga rasxod qilasiz. Bir xil mollar bor. Keyin yana bir minus tarafi, molingiz yaxshi buqa talab bo'lganini bilishingiz kerak. Yaxshi buqaga kelganini bilmasangiz ushlamash mumkin. Ana shuni yaxshi bilishlaringiz uchun biz sizlarga olib nomer telefonlarni qo'yamiz va Instagram saytimizda ham qo'yib o'tamiz. To'g'ri nima savol javob bo'lsa so'raysizlar. Hozir biz sizlarga kamroq tushuntirib o'tamiz. Biz hozir urug'larimizni mana shu mikroskop orqali sizlarga harakatini ko'rsatmoqchi edik. Lekin hozir svet yo'q ekan, shuning uchun ko'rsata olmaymiz. Shu o'zingizdan tashlab qo'ysam qo'ysa bo'ladimi Aljon aka? Shuni tashlab sizlarga Aljon aka ko'rsataman. Mana sasud diyoramiz. Oldin ham bir ko'rsatgandim, yana bir aytib o'taman. 196 gradus minus sovuqlikda turadi. Mana urug'lar akajonlar, muzlab tayyor, bu yerda buzilmaydi. Men hozir bu yerda syomka qilib, oldida mana urug'larni olib mikroskopda ko'rsatganimizda zo'r bo'lardi aka. Hozir svet bo'lmagani uchun ko'rsata olmayapmiz. Shuning uchun uni sasud diyora dedi. Mana mikroskopimiz, elektron, mana shu harakatlarni ko'rardilaringiz. Har bir urug'larni qarab tekshiramiz biz. Urug'larimiz yaxshi ishlaydi. Mana UZI apparatimiz, kimdaki molning bo'g'ozligini, qisilligini bilmayotgan bo'lsa, ham yangi kelgan o'zimiz. Bunda ham tekshirib beramiz. Keyin hozir mana apparatimiz ham zo'r sun'iy urug'lantirish. Bu kamera mana bunda yoqamiz. Molning ichkarisini mana apparat orqali bu yoqdan ko'rib ham bilsangiz bo'ladi. Qayerga borayotganini urug'lar kamera ko'rsatyapti. Zamonaviy nimalar? Apparatlarning hammasi kelgan. O'chirib qo'yamiz buni. Mana yana bir apparatimiz. Ya'ni urug'ni tayyorlab olganda uni temperatura 36 gradus norma ushlab turadi. Shtobi ushlash foizini yanada ko'paytirib beradi. Buni zaryadi. Bu mana urug' qo'yadigan apparatimiz. Sizlarga bugun syomka qilmadik, buni molda urug' qo'yayotganimizni o'tgan safar syomka qilgandik. Menimcha shuncha ma'lumot yetadi deb o'ylayman. Biz telefon nomerlarimizni aytamiz. Shartuz Qabuljon Nosir Xisrov aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.